Barchangizga assalomu alaykum. Siz YouTube olamida Dr. M kanalini tomosha qilmoqdasiz. Sizlar bilan sizlarning shifokorlar Muhammad. Xo'p, bugun yana savollarga to'xtalib o'tamiz. Men har videolarimda aytaman. Savollarni yozsanglar, shu savollarga qarab biz ham xudo xolasa motivatsiya olib, inshaalloh sizlarga video tayyorlashni boshlaymiz. Xo'p, savol quyidagicha. Erkaklar uchun foydali video qiling, doktor. Shuncha qilayotganlaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Jinsiy quvvatni tabiiy yo'l bilan oshirish, jinsiy aloqa sifatini yaxshilovchi va doimiy ratsionga qo'shib iste'mol qilish mahsulotlari haqida gapiring debdi. Bu haqida bugun inshaalloh gapirib beramiz. Xo'p. Jinsiy quvvat nimani hisobiga kamayadi? Jinsiy quvvat quyidagi narsalarda hisobiga kamayadi. Ya'ni sahar kasalligi, yurak qon tomir kasalligi, qon bosimi oshishda gipertenziv preparatlar qabul qilishni hisobiga, doimiy stress holati, ruhiy buzilishlar yoki bo'lmasam siydik chiqarish a'zolari travmasi yoki bo'lmasam bosh miya travmalari yoki umurtqa travmalarining hisobiga. Endi bularni sanasam hozir ketaveraman, lekin asosiylarini keltirib o'taman. Bundan tashqari mashonka travmalarini ham alohida nazarda tutish kerak, sababi testosteronga javob beradigan organlardan bittasi bu mashonka. Endi uyda tabiiy yo'l bilan qanday jinsiy quvvatni oshirsa bo'ladi yoki bo'lmasam boyagi savolimizga aytamiz, kunlik ratsionga nimalar qo'shsa bo'ladi va nimani hisobiga jinsiy quvvat oshadi. Eng avvalo insonlarda semizlik va semizlik kasalligidan voz kechishimiz kerak. Chunki organizmda qancha ko'p semizlik bo'lsa, shuncha kortizol gormoni oshadi va prolaktin gormoni oshadi. Bu ikkosini oshganning hisobiga testosteron tushadi. Hech qachon esingizlardan chiqarmanglar. Yaxshi va yomon gormon bo'lmaydi. Insonning hayot tarziga qarab, ya'ni yashashi uni yoki bo'lmasam o'rab turgan omili, qilayotgan kasbi, yeyotgan ovqatiga qarab, undan tashqari jismoniy faollik bormi yoki yo'qmi shunga qarab turib inshaalloh jinsiy quvvatiga ta'sir qilishi mumkin. Semizlik albatta ta'sir qiladi. Semizlikda bir yaxshilik yo'q, yaxshilik bo'lmagan. Sababi sunnatda ham semirmanglar degan. Shuning uchun organizmda prolaktin bilan kortizol ko'tarilishining oqibatida ham xuddi shunday testosteron tushadi va jinsiy zaiflikka olib keladi. Endi jinsiy quvvatni tabiiy yo'l bilan qanday oshirsa bo'ladi? Birinchi o'rinda o'zingizlarni to'g'ri ovqatlanishga o'rgatinglar. Payg'ambarimizning sunnati bor, oshqozonni Payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallam salovat salom 3 ga bo'lib bergan. Birinchisi ovqatga, ikkinchisi suvga, uchinchisi havoga. Ya'ni to'yib ovqat yemanglar degan. Ovqatni issiq holatda yemanglar degan. Undan tashqari ovqatdan keyin yoki ovqatdan oldin, endi bu meditsina tarafiga o'tyapmiz. Suv va choy kompotlarini ichish tartibi bor. Suv va choy kompotlarini ovqatdan 10 minut oldin yoki 5-10 minut oldin yoki bo'lmasam ovqatdan yarim soat yoki 40 minut keyin. Sababi organizmga kirayotgan kletchatkalarda suv yutib qolishini oldini olish kerak. Belki, uglevodi, jiri va hokazolarda suv yutib qolishni oldini olib, ovqatlanish vaqtida choy, suv, kompotlarni tavsiya qilmagan bo'laman. Endi ovqatingiz dimog'ingizga yoki tomog'ingizga turib qolsa, mayli suv yoki choy yoki kompot ichib, albatta uni ichkariga tushirib olish kerak yoki chiqarib olish kerak. Endi nimalar iste'mol qilish kerak asosiy? Birinchi o'rinda jismoniy tarbiya qilish kerak. Haftada 3 kun. Kardio qilish kerak. Kardio qilgingiz kelmasa piyoda yurish kerak. Kardio deganda nimani tushuniladi? Sekin asta avval yurish, keyin yengil yugurish bilan keladigan narsani tavsiya qilgan bo'lardim. Undan tashqari, piyoda yurish deganda 30 minutdan 40 minutgacha, ya'ni 10 ming qadamdan ziyod yurish kerak. Doimiy masalan ofisda yoki boshqa joyda ishlasangiz, sport zalga chiqib o'zingiz uchun fizkultura qilishingiz kerak, ya'ni jismoniy tarbiya. Undan tashqari yana nimalarga e'tibor berish kerak? Inson semirmay ketmasligi kerak, inson o'ta ozib ketmasligi kerak. Inson o'zini me'yorlarni antropometriyasiga mos olib yurish kerak. Masalan, bo'yingiz mancha, vesiz mancha bo'lishi kerak. Xuddi shu antropometriyalarni hisoblashni internetda juda ko'p. Shuni Yandexgami, Googlegami, любой поисковикka ves va bo'yning massalarini bir-biriga keltirib beruvchi desangiz chiqadi. Undan tashqari ovqat kaloriya ratsioni hisoblaydiganlar ham bor onlayn. Ular hammasi besplatniy. Poiskovikka yozasiz, nima kerak bo'lsa chiqasiz, olib foydalanasiz. Har qanaqa holatda ham hech qachon sog'lig'ingizga befarq bo'lmang. Chunki sog'liqqa befarq bo'lsa, sog'liq bir yo'qolsa $1,000,000 ga tiklanmaydi. Stressdan, psixikasi buzadiganlardan uzoq bo'ling. Doimiy jismoniy tarbiyada bo'ling. Kardio qiling yoki peshkom yuring. Обязательно 6 soatdan 8 soatgacha to'yib uxlash kerak. Uyqu ham sifatli tartibda, chiroyli joyda bo'lish kerak. Ya'ni o'zingizni uyingizda toza pokiza, sunnatga muvofiq toza pokizalik va gigiyena uxlashingiz kerak. O'rta uyqu, chuqur uyqu, xuddi shunaqa uyqulardan albatta o'tishingiz kerak. Albatta, uyqu testosteroningizni yoki bo'lmasam jinsiy quvvatingizni oshirib bermas, lekin organizm восстановленияda, ya'ni organizm qayta tiklanishida bo'ladigan prosesda juda katta rol o'ynaydi va 20-25% ga inshaalloh quvvatingiz oshadi. Undan tashqari ratsioningizga tuxum qo'shsangiz bo'ladi. Tog'di tuxumi yoki bedana tuxumi yoki tuya, qush tuxumi yoki g'ulu tuxumi, g'ulu indyuk
yoki g'oz o'rdak tuxumi. Endi bizni O'rta Osiyo mamlakatidagi millatlarda novvosti tuxumi yoki qo'ydi tuxumini pishirib yoki qaynatib yoki uni so'lli qilib berishadi. Bunga siz qanaqa qaraysiz degan odamlar ham bo'lishi mumkin. Bor va juda ko'pchilik payskavikka qo'ydi tuxumini, buqani tuxumini yesa bo'ladimi deb yozyapti ekan hozir. Biz o'rtacha sredniy statistikani olib gapiryapmiz savollarga ko'ra. Endi bu o'zingizga havola. Men bu haqida ma'lumotim yo'q. Bu haqida gapirishni ham istamayman. Ya'ni qo'y tuxumi yoki bo'lmasa buqa tuxumini qaynatib yoki so'lli qilib yeyish. Men aytayotgan tuxumlar bedana tuxumi, uy tovuq tuxumi, ana sun'iy yetishtirilgan tuxumlar emas. Qora uy tovuq tuxumi. G'oz tuxumi, o'rdak tuxumi, g'ulu tuxumi indiyuk yoki bo'lmasam tuyaqush tuxumi. Undan tashqari hayotingizga doimiy qo'y yog'i, qo'y go'shti yeyishga odatlaning. Qo'y yog'i, qo'y go'shtini xohlagan usulda, xohlang shashlik qilib pishiring, xohlang so'lli qilib pishiring, xohlang qaynatib, xohlang naparu, kim qanaqa yeb pishirishiga bog'liq. Undan tashqari mol go'shti yog'siz. Sababi qo'y go'shti hikmat, mol yog'i, mol go'shti illat degan xalqimizda juda chiroyli gaplar bor. Xuddi shu holatda mol yog'i sizga zarar yetkazib qo'ymasligi uchun uni ham me'yorini biling. Yeb turish kerak, sababi juda ko'p protsessorlar organizmni yog' bilan, ya'ni jidlar bilan kechadi. Endi davom etamiz. Yana ham qiziq holat. Hozirda internetda kurkuma masalasi rosa keng mavzuda muhokama bo'lyapti. Kurkumaga keladigan bo'lsak, bu qo'shimcha vitaminlarni boyituvchi va qo'shimcha sifatida foydalansangiz bo'ladi, lekin buni ham uzoq vaqt davomida qo'llasangiz keyinchalik sifati yo'qoladi. Xo'p, davom etamiz. Kurkuma internetda shov-shuv bo'layotgan narsa. Piyoz, oddiy piyoz, qizil piyoz, oq piyoz, ko'k piyoz, chesnok. Chesnok eng zo'r antibiotik, antioksidant hisoblanadi. Uni ham me'yorida, sababi og'zingizdan hidi kelib turmaslik kerak. Payg'ambarimizning sunnati bor. Chesnok yegan odam og'zidan hidi kelsa masjidga kirib namoz o'qimasin, sababi atrofdagi birodarlarga zarar yetkazib qo'ymasin. Zanjabil. Oshqozon ichak hazm sistemasida kasalligi bor insonlarga zanjabilni tavsiya qilmayman. Undan tashqari qalampir mo'nchoq, uni ham yeyish tartibi bor. Yana davom etamiz. Avokado. Buni ko'pchilik biladi. Banan. Tuya go'shti, tuya suti, hattoki tuya suti haqida to'xtalib o'taman. Tuya suti organizmda boshlang'ich onkologiyada ham juda zo'r ta'sir qiladi. Hattoki to'rtchi infeksiyalar bu sitomegalovirus, gerpes, xlamediya, ureoplazma, mikoplazma va hokazolarda ham albatta tuya suti juda zo'r ta'sir qiladi. Tuya suti insonga eng yaqin bo'lgan sutlar ichida bo'lib, undan keyin echki suti turadi, undan keyin mol suti turadi. Lekin обязательно bularni ham sitadan o'tkazib filtrlab ichish shart va bunda ham me'yorni bilish kerak. Va juda ko'pchilik insonlarda laktoza neperenosimist, ya'ni shu sutni organizm hazm qilishi bir qiyinroq protsessi bo'ladi. Laktoza neperenosimist. Xuddi shu paytda ichini o'tkazib yuborishi mumkin. Bunday insonlar albatta sut ichmasa bo'laveradi, chunki shuncha narsani sanab o'tyapmiz. Davom etamiz. Doim gigiyenaga rioya qilish kerak. Ya'ni chop oraliqlarini, qo'ltiqni va olat atrofini tozalikda tutish kerak. Doimiy tahorat olganingizdan keyin chop oraliqlarni, ya'ni olat atrofini, orqa peshobni, ya'ni ko't teshigini artib quritish kerak. Misol uchun siz biror joyga bordingiz, katta axlat qildingiz, so'ngra tahorat oldingiz, ya'ni mustahab amalini qildingiz. Chop oraliqlarni chiroyli qilib yuvib tozaladingiz. Endi nimada quritaman degan savol bo'lishi mumkin. Har qanaqa tualetlarda tualet qog'ozi bor. Ya'ni qo'lga o'raladi, chap qo'liga chiroyli qilib artib musorga tashab chiqib ketiladi. Mana sizlarga oddiy quritish usuli. Endi uyda bo'ladigan bo'lsa, обязательно o'zingizlarning gigiyenalari uchun alohida bir chekaroqqa bir trapka qo'yib qo'yish kerak. Ushbu trapkani doim quruqligini ta'minlab berish kerak. Qo'l tursik bilan yurib bo'lmaydi. Qo'l tursik ham albatta mayaklarga va prostata bezingizga, quvg'ingizga, buyraklaringizga albatta ta'sir ko'rsatishi mumkin. Qo'l tursik deganimda bu tahoratdan keyin o'sha tursigini darrov kiyib oladigan insonlarga aytmoqdaman. Ayollarimizga ham xuddi shu tavsiya, albatta gigiyena qoidalari va sunnatga muvofiq harakat qilsanglar, inshaalloh kam bo'lmaysizlar. Endi yana nimalar iste'mol qilsa bo'ladi? Organizmda vitamin D, magniy va sink miqdorini bilib, shifokor bilan maslahat qilgan holda vitamin D, magniy, sink iste'mol qilish kerak. Sink iste'mol qilishda va vitamin D iste'mol qilishda, magniy iste'mol qilishda shifokor bilan maslahat qiladi. Sababi u topshirilgan analizlaringizga qarab, sizga uni me'yoriy dozasini topib beradi. U dabdurustdan hozir meni gapimdan keyin yugurib chiqib aptekaga borib vitamin D, sink, magniy olib kelib ichishni boshlang degani emas. Tabiiy yo'llarda yana nimalar bor? Tabiiy yo'llarda kimi boshida nima o'tgan bo'lsa, mana kommentariyamiz ochiq. Tabiiy yo'l bilan qanaqa jinsiy quvvat oshirgan bo'lsa, marhamat kommentariyada o'zingizlarda boshingizlardan o'tgan tabobatni yozib qoldirsanglar, inshaalloh bir-birimizga ushbu informatsiya yetib boradi. Endi bozorga yuzlanamiz. Bodom me'yorida, xomdon pista, tog' pista, fistashka deyshadi. Undan tashqari asal, hozirda pastalarda tarkibi ko'payib ketibdi. Mavis, vitaminlar podshosi arab xurmosi. Payg'ambarimiz sahih sunnati bor, ya'ni
sollallohu alayhi vasallam. Men nima uchun ko'proq sunnatdan kelib gapiraman? Sababi meditsinada ham, Qur'onda ham quyidagicha oyatlar bor. Birinchisi, o'zingga ham zarar yetkazma, birovga ham zarar yetkazma. Birovga qalbiga ozor berguncha Ka'bani buzib ol, gunoh ozroq bo'lgan degan bir chiroyli Qur'onda oyatlar bor. Endi meditsinada ham noli nasari deydi lotin tilida, ya'ni zarar yetkazib qo'ymang. Abu Ali ibn Sino bobomiz juda ko'p narsalarni Qur'on va sunnatlardan olgan. Shuning uchun ko'p narsalarni qilib solishtirsangiz kelib chiqadi. Biz embriologiya, biologiya, geografiya va shu kabi fanlarni kecha yaqinda o'rganishni boshladik. Bu narsalarni payg'ambarimiz davrida sollallohu alayhi vasallam Qur'on oyatlarida nozil qilib, hattoki bu haqida urg'u berib o'tib ketgan. Embriologiya, ya'ni bolaning bitta sperma yoki ikkita spermatozoiddan onaning qiniga tushgandan keyin qanaqa rivojlanish. Biz kecha yaqinda uzi paydo bo'lgandan keyin bildik onaning matkasi 3 sloy bo'lishini. Qur'onda quyidagicha oyatlar bor. Biz sizni bir tomchi yoki 2 tomchi qondan 3 pardali go'sht ichida yaraturmiz deydi. Anaslarga shuning uchun albatta sunnatga muvofiq chiroyli zo'r yashasanglar bo'ladi. Bizning O'rta Osiyoda hamma narsa tabiiy, Xudoga shukr. Misol uchun qo'y bor. Qo'y go'shti bozorlarda tabiiysi bor, novvoz go'shti bor, mol go'shti bor. Aytganingizdek qilib qassoblar kesib beradi. Arab xurmosi xili bor, ajvadan tortib boshqasigacha. Fistashka bor, ya'ni xomnon pista, tog' pista, maviz bor. Asal mahallada hech bo'lmasa bitta asalchi bo'ladi yoki bo'lmasa asal olib keladi yoki bo'lmasa bozorga tushsangiz albatta tabiiy asallar bor. Hattoki aytishadi, mana tog' asali, mana o'zimizning asal, mana Qirg'izistondan kelgan asal, mana Qozog'istondan asali, mana Tojikiston asali. O'rta Osiyoda hamma narsa Xudoga shukr tabiiy. Avvalo vatanimizga ko'z tegmasin deb gapiramiz, chunki ona vatanda o'sib ulg'ayyapti, shu ona vatandan bo'lgan narsalarni iste'mol qilyapti. Hattoki payg'ambarimiz Makkadan Madinaga hijrat qilib quvilganda Madina tog'iga chiqib Makkaga qarab aytgan gaplar esimga tushib ketdi. Men seni yana ko'rarmikinman ey ona vatanim degan. Ya'ni payg'ambarimiz ham vatanini doimiy sog'inchi bilan o'tgan. Shuning uchun ona vatanimizda hamma narsa bor. Endi zararli odatlarga keladigan bo'lsak, ichish, chekish, bu sigaret, nos, elektron sigaretlar mumkin emas. Bular ham albatta jinsiy quvvatni tushiradi. Endi hozirda Rossiyadan ishlab kelgan birodarlarimiz juda ko'pchilik kommentariyada yoki bo'lmasa Telegram raqamlarimizga yozadi. 100 gram ichish bir kunda ruxsati bor toza vino bo'lsa. Yo'q. Bu haqida mana olimlarning ko'rsatmalari, hech qanaqa vinoni ham, konyakni ham 100 gramini foydasi yo'q. Spirt har qanaqa turi organizmga zarar. Nos, sigaret albatta ular ham zarar. Undan tashqari elektron sigaretlar zarari yana ham ko'proq. Ular par bilan so'riladi. Bu haqida Xudo xolasa yana videolar qilishga harakat qilamiz. Undan tashqari narkotik vositalar. Narkotik vositalarda endi hozir yoshlar o'rtasida kleyhidash yoki bo'lmasam shu kabi narsalar paydo bo'libdi. Azizlar, narkotikning eng minimal dozasi ham narkotik hisoblanadi. Bu zarar va bu o'ziga o'zi o'rgatuvchi xususiyatga ega. Siz narkotikni bir marta tatiysiz, kayf qilasiz, boshqa qilasiz, ikkinchi marta tatiysiz, uchinchi martada o'sha organizm shu narsaga o'rganishni boshlaydi. Shu asosiy narsalarga iloji boricha umuman yaqinlashmanglar. Yaqinlashdinglarmi, bundan darrov voz kechinglar. O'zingizlar voz kecha olmayotgan bo'lsanglar, shifoxonalarga borib, narkodispanserlarga borib, ushbu zavisimizni yo'qotinglar. Sababi bu yaxshi narsaga olib kelmaydi va bu qora omil deydi. Ya'ni sizni yashab turgan hayotingizdagi rang-barang tuslarni o'ldirib, maqsadingiz bitta o'sha dozani olish bo'lib qoladi. Shuning uchun narkotik oz dozada ta'sir qilmaydi, narkotik oz dozada zarar emas deydigan birodarlarimizga, nasha chekadigan yoki bo'lmasam shunga o'xshagan chekadigan birodarlarimizga bu urug'ni quritish xususiyatiga egaligini yana bir bor aytib ketamiz. Spirtga keladigan bo'lsak, har qanaqa alkogol vositasi inson gormonlariga, undan tashqari organizmning o'ziga va jigarga qattiq ta'sir qiladi. Shuning uchun narkotik vositalar, u sintetik narkotik, yengil narkotik umuman tashlaylik. Har xil hid edigan insonlarimiz, ularga ham albatta taqiqlaymiz. Nos, sigaret, elektron sigaret, kalyan va hokazolarni umuman qilmaganingiz ma'qul. Undan ko'ra ashinga ketadigan pulga oilangizga yoki bola chaqangizga bir yosh shirinlik yoki bo'lmasa bir yaxshi narsalar olishingiz mumkin. Undan tashqari hozirda korobkali soklar turi ko'payib ketdi. Albatta ular ham zarar. Undan tashqari kola, fantalar konkret zarar. Gazli ichimliklar, korobkali soklar, tarkibida shira va shirasi bor hamma ichimliklar zarar. Undan tashqari shakar ham zarar. Chunki shakar sun'iy tarzda olingan mahsulot hisoblanadi. Uni birovga bir foyda qilganini eshitmaganmiz, ko'rmaganmiz va
Hozirda Amerika olimlari, Rossiya olimlari va O'rta Osiyo olimlari shakarning zararlari haqida juda ko'p statyalar yozgan. Buni o'zingiz uchun qidirib topib o'qisangiz bo'ladi. Sababi men ko'p aytaman, sog'lig'ingizga befarq bo'lmang. Sog'liq bir marta yo'qolsa $1,000,000 tiklanmaydi. Sog'lig'i yo'qolishiga ko'proq inson o'zi sababchi bo'lib qoladi. Shuning uchun aziz teletomoshabin, iloji boricha shakarni bitsanizdan chiqaring. Shakarni puliga sariyog' oling, tuxum oling, go'sht oling yoki bo'lmasam sabzavotlar olib salatlar. Rosa shakar yegingiz kelsa asalga zaminiyat qiling yoki bo'lmasam asal ham tabiiy bo'lsin, banan yoki shu kabi boyagi aytganimizdek avokado, kivi shunaqa narsalar olishingiz mumkin. Davom etamiz. Endi aytishlar mumkin energetik ichimliklar. Energetik ichimliklarda mana Rossiya hududidagi yoshlarning o'rtasida energetik ichimliklar olib ichish oqibatida o'lim soni ko'payishni boshladi. Oldin masalan siniy kit va hokazo degan bir zapreshonniy telegrammalar orqali bolalar o'zini joniga suiqasd qilayotgan bo'lsa, hozir energetik ichimliklardan o'lim ko'payib ketdi. Energetik ichimlikning tarkibida qanchadir miqdorda kofein bordir, lekin siz ichgan vaqtingizda u shakar va gazdan iborat. Shakarni ichganingiz sari shakar chanqag'ingizni bosmaydi, naborot yana ham ko'proq shakar talab qiladi. Bir ho'plam kolada, fantada bir osh qoshiq shakar bor. Bir osh qoshiq tasavvur qiling, bir ho'plam kola. Biz o'rtacha 0,3-0,5 ta olib oxirigacha ichamiz. Tashlaydi, undan ko'ra dog' suv, choy, ko'k choy, qora choy tapga qarab yoki bo'lmasam rosa gazli suv ichkilar kelsa, chortoq, oltariq. Xuddi shu kabi ota-bobolarimiz ichgan oddiy va sifatli suvlardan foydalanishimiz kerak. Oddiy gazsiz suvni hech kim zapreshat qilmaydi. Har qanaqa doktorga borsiz, borman. Oddiy xona haroratida dog' suv ichaman desangiz, malades deydi. Soat 16:00 ga, ya'ni obeddan keyin 4:00 ga ichilgan dog' suv albatta bu xudo xolasa shifo bo'ladi. Davom etamiz. Qanaqa savollar bo'lsa, marhamat kommentariyada yozinglar, Telegramda yozinglar, Instagramda yozinglar yoki bo'lmasa mana men raqamimni doim chiqarib beraman. Musofirda juda ko'p birodarlarimizga yordam beramiz, lekin musofirdagi birodarlarimizdan ham Alloh rozi bo'lsin. Murojaat qiladi-da, обязательно doktor qo'l haqqingizni beramiz, chunki qo'l haqqi berish sunnat deb qo'l haqqini beryapti, lekin birortasiga men musofirdan murojaat qildim desam, qabulim bo'yicha demaganman. Undan tashqari bepul shifokor proyektlarini qilyapmiz. Instagramga o'tib ko'rishinglar mumkin. Juda ko'pchilik kelgan bemorlarda Alloh bizni sabab qilib shifo beryapti, ular xursandchilikda duo qilyapti. Shuning uchun aziz vatandoshlar, hech qachon sog'liqlarga befarq bo'lmang. Tabiiy narsalarni ko'proq ratsioningizga qo'shing. Hech qachon kam harakat bo'lmang. Masalan, ofisda ishlaysizmi, 40 minut, 41 soat ishladingizmi, turib sekin yurib ozgina upражнениялар qiling. Yoki bo'lmasam ishga piyoda kelib keting. Agar ishingiz uzoqda bo'ladigan, mashinada keladigan bo'lsangiz, tushib mashinada agar lestnitsa 4-etajgacha bo'ladigan bo'lsa, sekin astalik bilan nagruzkaga organizmni ko'niktiring. Undan tashqari organizmni chiniqtiring sekin asta. Chiniqtirish haqida ham sekin astalik bilan qilish kerak. Dabdurustdan faqirday muzdek suvni ustingizga qo'ysangiz, ertaga pnevmoniya yoki bo'lmasam shu kabi gripp omillari bo'lib qolmasin. Xo'p, unday bo'lsa qaytaraman, nima narsalar tabiiy jinsiy quvvatni oshiradi? Piyoz, avokado, chesnok, zanjabil, qalampir monchoq gvazdika, undan tashqari baliq, tunets, lasoys, o'zimiz oq baliq, sazan, laqqa baliq, qo'y yog'i, qo'y go'shti me'yorida, mol go'shti yoki novvos go'shti, tuxumlar, bedana tuxumi, tovuq tuxumi, o'rdak tuxumi, g'oz tuxumi, jismoniy tarbiya, organizmni chiniqtirish, kardio, ya'ni piyoda yurish va insonda semizlik bo'lmasligi kerak. Undan tashqari jinsiy quvvatni tushib ketishiga sabab bo'ladigan narsalar: qon bosimi, yurak qon tomir kasalliklari, sahar kasalligi, jinsiy a'zolar yetishmovchiligi yoki patologiyasi yoki shu kabi holatlari, kasalliklari. Undan tashqari semizlik hech kimga foyda bermagan. Bugungi videomiz foydali bo'ldi deb umid qilaman. Behijolat Telegram kanali orqali, Instagram orqali yoki bo'lmasa kommentariyada yozishingiz mumkin. Inshaalloh o'chirik bilan hammaga javob beramiz. Bugungi videoni olishda bizga yaqindan yordam bergan Davronbek operatorimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Kuninglar xayrli va barakotli bo'lsin. Ro'za Ramazonda yaxshi kuzating. Sog' va salomat bo'ling.